Allah dargohida qabul qilsin. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salovat va salomlar, turli salovatlar jonimiz fido bo'lsin. Inshaalloh, alhamdulillah, mana Masjid Nabaviyga keldik. Birinchi kunimiz. Inshaalloh Allohim yana qayta kelguvchilardan qilsin. Bitta narsani yaxshilab o'qib olinglar. Muhim ibodat namoz bo'lsa, namozni o'qishni shartini tushunib olinglar. Avval kelganlar bor, kelib biladiganlar bor, avval kelib turib bilmaganlar bor. Endi 5 vaqt namozda bu yerda 6 vaqt azon aytiladi. Ya'ni soat taxminan 4larda yana bitta azon aytiladi, tahajjud azoni bo'ladi. 5larda azon aytiladi, bomdod azoni bo'ladi. Bomdod namozini farzdan boshlasak, bomdod namoziga azon aytilgandan keyin yaxshilab eshitinglar. Bomdod namoziga azon aytilgandan keyinlar duoni qilib o'rninglardan turib 2 rakat quyidagi holatda o'qiganda ham bomdod namozini sunnatini o'qib olasizlar. Azon eshitishlar. Sunnatini o'qib o'tiribsizlar. Domla takbir aytadi. Ya'ni farzga chaqiradi. Imomga xudo qilib o'qish ana endi bo'ladi.